Keyingi xato O'zbekistonning juda ko'p videolarida oshxonalari, ovqatlari maqtaydi-da. Mana shunday juda mazali ovqatlar, yog'li, quyuq go'shtli taomlar organizmga juda zararlidir, agar ularni normadan oshiq iste'mol qilsangiz. O'zi bizni zo'r oshlarimiz, palovlarimiz, somsalarimiz, pishiradigan go'shtli mana ovqatlar bor-ku, normada 200 grammdan oshirib yubormaslik kerak-da. Lekin siz bir o'tirganda 1 kilo osh yeb yuborasiz. Bir o'tirganda 4 ta, 5 ta somsani ko'rdim demaydigan ayollar bor. 2 tadan ko'p somsa ayol kishiga ko'p. Bunday qaraganda bittasi ham yetadi-da asli. Mana porsiyada hisoblaganda 200 gramm osh bir ayolga yetarli hisoblanadi. 300 gramm osh erkak kishiga. Lekin bunaqa oshlarga siz qanoat qilmaysiz. Quyuq yog'li taomlar, jiz, kaboblar, voy besh barmoqlar, yana aytolmayman, mana har xil, yana nomlarini bilmayman, lekin qozonlarda go'shtlarni qovurasizlar, tandirlar qilasizlar. Buncha yeguliklar organizm ko'tara olmaydi, tez qarib ketadi. O'zbekistonning qabristonlarida 50-45 o'lganlar ko'payib ketdi. 90% ni negizida kaloriyali, noto'g'ri va juda kuchli ovqatlarni yeyish yotadi. Insult, infarktga olib kelgan kasalliklarning negizida baquvvat ovqatlanish yotadi. Oldin ota-bobolarimiz baquvvat ovqatlan degan gapini oqlaydigan ertalabdan kechgacha mehnati bor edi. Bunaqa bizlarning hozirgiday sharoit ularda yo'q edi. Men hozir mana ijtimoiy testlar, skrininglar qilib turibman odamlarni. Haqiqiy birma-bir veb sahifamda odamlar bilan savol-javob so'rovnomalar qilganman. Agar siz bundaylardan o'tmagan bo'lsangiz, mana Ischanov mobil kitobi deb yuklab oling. Kirgan joyingizda ekranda ko'rinib turadi sahifasida ilova kitobimni. Skriningdan o'tish, mana misol uchun insultga qancha yaqin qoldingiz, diabetik ahvolingiz, semizligingiz qay darajada, davleningiz hammasini baholab, shu zahoti javob yozib beradigan skrining testlari qildim. Har birini o'zim ko'rib o'tiraman-da. Qarab o'tirsam 90% aholini davleniyasi bor, 80% aholi ko'p ovqatlanadi, shirinlik yeydi, gipertoniyasi bor, ichadigan, chekadigan, noto'g'ri turmush, jizzaki, urushqoq, stressli. Shular oqibatida kasalliklar kelib chiqadi. Va hozir aytib o'tadigan vaziyatda lavhada jigari zararlaydigan bu og'ir, kuchli, baquvvat ovqatlar. Biz endi baquvvat ovqatlarni yeydigan zamonda emasmiz. Mashina hamma joyda, 1 kilometr ham yurmaymiz. Lift, o'tirgan joyimizda hamma narsani hal qilamiz. Telefon, kir mashina, qilib qizdirib qo'yadigan mikrovolnovka, xolodilnik bor. Gaz bor, svet bor, mana qancha joylarda mehnat qilishga harakat qilmaydigan sharoitlar bor. Bilaman, ayrimlaringizda qishloq sharoiti u bu bo'lishi mumkin, lekin oldingi ota-bobolarimizni 14 soatlab yer chopadigan, daladan qaytmaydigan momolarimiz kabi vaziyat emas hozir. Unda ham eng zo'r topiladigan oq qand bor edi. Qattiq non, oq qand, salgina ko'k choy, salgina rang berilgan ko'k choy. Boshqa zo'r ovqati yo'q edi. 10 kunda bir yoki 20 kunda birgina osh yerdilar ular. Hozir bizda xohlagan taomni xohlaganicha yeyishga tayyorlashga sharoit bor. Mana shuning uchun bu darajada kaloriyali, kuchli, baquvvat ovqatlanishlarni qo'yishingiz kerak endi. Mana fransuz ayollari, Amerikaniki yoki chet ellik, yaponlar, koreyslar bizga keladi-ku. Qarang, qiz boladay figurasi, 50-60 yoshli onaxonlar. Bizda qanaqa bo'lib ketgan? Katta kiyinib olgan, lekin ichida gungrapechday figura bor. Va yigitlar ham, dodalar ham 9 oylik emas, 11 oylik boladay katta bo'lib ketgan qorinlari bizning odamlar. Bir kunda jigari zararlanib qoladi-da, yotib qoladi. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, sketch qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, sketch qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.